Alfa Ozoda opa bilan aytgan qo'shiqlarini eshitdim. Imkoni bo'lsa yana bir marta aytib bersangiz. Qo'shiqlarmi? Naqorat ismimizni. Azbega mikrofonimiz, ha. Hozir. Azbeni talablariga binoan hech oshpazlar qo'shiq so'ramagan shu paytgacha. Kartoshka so'ragan, kartoshka, yog' so'ragan, yog'inglar bormi deb. Hali qizilcha-mizilchalar so'ragan, lekin qo'shiq so'ramagan. O'sha qo'shiqni aytib bering endi Azbek ham bilar ekan. Eksklyuziv siz uchun. Vallahi aka siz uchun. Ras. Bugün bizni hamma taniydi. Gullar birar mehrini qo'shib, deyshar bir ko'rsam qaniydi. Tillarda biz aytgan qo'shiq. İsmimizni biladi hamma. Biz dunyoning oshiqlarimiz. Sevishganlar yuraklarida aylanadi qo'shiqlarimiz. İsmimizni biladi hamma. Biz dunyoning oshiqlarimiz. Sevishganlar yuraklarida aylanadi qo'shiqlarimiz. Kimga bag'ishladingiz? O'zi biladi. O'zi biladilar. Indamagandan qo'rqdinglar. Endi chiqib qoldi, qarang, ismimizni biladi hamma deb. Qoyil. Bitta auf deyapti gap. Auf deng. Hali meni kelajak kutyapti, auf deng. O'sha qizga bag'ishlab she'r yozganmiz. Aka, ayting, shunaqa yaxshi imkoniyat beryapmiz. Bu qiz turmushga chiqib ketganmi? Yo'q, hali. Chiqmaganmi? Shunday yigit yo'qotib qo'yibsiz. Ertaga nonushta qilmay bemalol uxlasangiz bo'lardi. O'rtoqlar, qani kimga gapiring? Shunaqangi bir tuxumni aylantirib pishiradigan bolani qadriga yetmagan qiz. Uyat-e. Qanday yaxshi. Unday emas. Meni uyda kutyapti deyaptilar. Ota-onasi. Nima? Ota-onasi bermayaptilar. Ota-onasi bermayapti. O'zi boraman. Aka, manzilini bizga bering. Ota-onasi ismi bormi? Ayting. Ismini aytishim mumkin. Qizni ismini ayting. Voy. Nargiza. Qanaqa ismlarni? Aziza. Damira. Qiz ismi Damira. Damini olsin. Damini olib yaxshi ko'radi yigit bechalar.